Assalomu alaykum. Keles Xalq banki kichik biznes bo'lim boshlig'i ismim Umid bo'ladi. Bu uchrashuvimizda tashkillashtirishdan maqsad aholi daromadini o'rganish va aholini tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida bo'lib o'tyapti. Bizlarning bankimizdan ko'p qulayliklar bor. Yangi tadbirkorlarga, misol uchun moliyaviy ommabop krediti bor. Yangi ochilgan yaxshiliklarga 50 million so'mgacha naqd ko'rinishida 24%dan ajratiladi. 3 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan. Bundan tashqari hamroh kreditlarimiz bor. Ayol, xotin-qizlarga dilbar kreditlarimiz bor. Bundan tashqari prezident qarorining 312-sonli yangi ochilgan tadbirkorlarda ochilganiga 6 oy bo'lgan tadbirkorlarga beriladi. Imtiyozli kredit hisobga kiritiladi. Foiz 22%dan asosiy vosita uchun 5 yilga, aylanma mablag' uchun 2 yilga ajratiladi. Agar kim kredit olmoqchi bo'lgan niyatlar bo'lsa, bemalol bizlarga uchrashishingiz mumkin.